Siz bu iPhone sotib olasiz, o'zingizcha tekshirib ko'rib olasiz, lekin tekshiruv davomida to'g'ri tekshirib olasizmi, yo'qmi, o'shani tushunmayapsiz, to'g'rimi? Hammasi cho'tga qarab turing, o'zim sizga qanaqa tekshirib olishni o'rgatib qo'yaman. Eng birinchi navbatda iPhone'ni o'chirasiz. Undan keyin albatta uni zaryadga qo'yish kerak. Ovozni ko'tarish va tushirish knopkalarini bir vaqtda bosib turamiz. Blokirovka yoki yoqish tugmasiga tegmaymiz. Ozgina poylaganimizdan keyin o'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlaymiz. Wi-Fi ga ulanamiz. Ketidan inspektor mobilniy resursov punktiga kiramiz. Diagnostikani boshlang. Mana shularning barchasini to'g'ri amalga oshirganingizdan so'ng, sizga mazkur iPhone'ning barcha modullarining holati grafik ko'rinishda taqdim etiladi. Ushbu ma'lumotlar mutaxassis bo'lmagan insonlar uchun ham mutlaq tushunarli. Eng asosiysi, tilni bilsangiz bo'ldi. Eng so'ngida esa yuqoridagi 3 nuqta orqali zavershit diagnostikani bosib, uni yakunlaysiz. Hatto biz produkt do'koni ishlatilgan iPhone'lar savdosi bilan shug'ullanmasak ham, mana shunaqa kerakli bo'lgan maslahatlarni berib turamiz, chunki bizda